Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, yaqinlar, kanalimiz a'zolari. Bugun 21-iyul 2026-yil. Mana Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Tepaqo'rg'on mahallasidan kelgan akamizlar bo'layotganini ko'raverdik. Laboni atroflariga polni shumka qilib, chiroyli holatda qilib o'ylab berdik. Polga esa shu holatdagi rezinkalar tashlab berilgan, ko'rishingiz mumkin. Hamma tomoni yaxshi, chotki holatda yopishib tushadi. Qalinliklari birlik, ichida silliq ajiblar bor. Nari tomon silliq bo'ladi, bir tomon tanga holatda bo'ladi. Hamma bu joylar kantnepollar qo'yilgan. Mana tormizda qanaqadir yuk kelib tegadigan bo'lsa, bukilib kirib ketmaydi bu narsa. Ko'zitda ham o'sha edi, tunikani ham bu joylarda ham xuddi shunaqa mana teleplexlargacha qo'yilgan. Yo'llari bukilgan, taylari ham bukilgan holatda. Akkumulyator zashniklar bor mana bu yondan to'sadi. Arqon kuli chap teskari soz ishlatsa bo'ladi. Mana bu holatda ochiladi. Kaliti ham bor mana. Qalinliklar 1.8 listdan bo'ladi. Bemalol sonda o'ziga ham telefon qilaverasizlar. Alohida sotiladi. Rezinka, bagaj ruga, oyna shotkalarigacha bor. Poliga choksiz tunuka desa, tunuka qoplab berilaveradi. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, mana bu ekrandagi raqamga telefon qilaverasizlar. Ishlaydi mana shu. Ikkinchi raqamimiz mana. Manzilimiz Farg'ona viloyati Nodod tumani Bordon qishlog'i, svetofor yaqinda bo'ladi. 1 soat 1,5 soatda shu holatda o'rnatib beramiz. Kamchilik xatolar bo'lsa albatta telefon qilib qo'yasizlar, kommentariy yozinglar, imkon darajasida chiroyli qilib xatolarni to'g'rilashga harakat qilamiz. Do'stlarga, yaqinlarga, labo olgan aka-ukalarga shu videoni jo'natib qo'yasizlar. Tanigan, bilganlar, mahalladoshlar mana nomerlari like bosib qo'yinglar. Poddershka qilib obuna bo'lishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.